Biz bugünkü dersimizde Adobe InDesign'daki uyg'ur xatlarniki ulaşmaslik meselesini hal qilishni ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mushaqtanlar xayrlik bo'lsin. Biz bugünkü dersimizde Adobe InDesign'daki uyg'ur xatlarniki ulaşmaslik meselesini hal qilishni ko'rib chiqamiz. Undaqda biz Mahmud Qashqar buvimizniki tarjimonning ozroq qismini ilib InDesign'ga kirib ko'rib baqaylar. Qaraydigan bo'lsak, uyg'ur xat bir-biriga ulashmagan. Endi biz buni hal qilish uchun edit ga kirib, bu yerdagi preferences kirib, bu yerdan advanced type ga kiramiz. Bu yerdagi composerni ikkinchisini tanlaymiz. Ikkinchisi tanlab bo'lgandan keyin OK'ni bositimiz. Qaytadan yana shunga kirib, bu yerdagi o'rinni cho'qim biz tanlagan holatda bo'lish kerakmi ya? Ko'rasizlardak mana bevosita uyg'ur xat ulashdi degan gap. Bevosita bu yerdan font tanlash orqali xohlagancha ishlatalaymiz. Mana ko'rasizlardak bu yer cho'qim mana shu shaklda tanlanish kerak. Unda esa darsimiz mushachi bo'lsin. Texim ko'p qarindoshlardan foydalanish uchun darslarimizni o'zaro tavsiya qilib qo'yishni, texim yaxshi bo'lgan darslarni ishlay olishimiz uchun qonunimizga ergashishlar birga darslarimizga bosh barmoq bosish orqali yoqtirishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.